Real Madrid hurmatiga yarashaylik, Zari. Yo'q, bitta Aroqqa mahallasini sotib boshqa mahallaga ovoz beradigan xoin bilan yashamayman. Nima deyapsan? 1 litr yog'im bor edi. Boring, Bo'l. Ichish tashladim. O'laga. Suv ham ichmayapman, Zari. Rostdanmi? Ro'za tutgandan keyin ish bo'lmaydi-yu, jinni. Boring, sizga hozir xo'p desam, siz yana ko'zimni oldida boshqa qizlarga like bosib o'tirasiz. Bo'ldi. Agar yana bir marta begona qizlarga like bosadigan bo'lsam, ko'zingga o'yilib tushsin. Nima? Ko'zim o'yilib tushsin demoqchi edim. Hozir siz bilan yarashsam, butun uyda mas'uliyati bo'ynimda qolib ketadi. O'zi shundoq ham men ham ishlayman, ham ro'zg'orni qilaman. Men ham ishlayman-ku. Futbol ko'rish bu ish emas. Kamanda yukisib bo'lsa qanaqa achishini bilmaysan-da. Boring. To'xta. Bo'ldi, men o'zgaraman. Senga va'da beraman. Bugundan boshlab ish ham topaman. Uy ishlarida senga ham yordam beraman. Sensiz yashab hayotimda eng muhim narsamni yo'qotganimni bildim, Zari. Dadam baribir rozi bo'lmaydilar. Murod akaga sanatoriyada zo'r joy gaplashib qo'yganman. Mana rozi bo'ladilar. Murod aka, bitta qizimni sizga bersam-u, dadajon deyishingizga arzimadimmi? Qizim, tez ichkariga kir. Dadajon. Nima? Yana bitta qaytaring. Dadajon. Mayli, roziman. Hozir chimidonimni oling. Baraga topkirki, yog'im sanatoriyaga yo'llanma olib ketdi. Rostdan manchu qaytdingizmi? Men siz uchun shunchalar muhimmanmi? Uy uchun qaytmayman-a, jinni. Va narsalar joylashtirgan. Yo'q, neyim ko'rib. Qariyalar uyga ekan-ku bu.